Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammamiz yaxshi bilamizki, yangi mevali bog'larni, tokzorlarni va ayniqsa issiqxonalarni tashkil qilishda juda ko'p boshlang'ich mablag'lar kerak bo'ladi hamda katta miqyosda ishchi kuch talab qilinadi. Shuning uchun bunday loyihalarni amalga oshirishdan oldin ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar, agronomlar, ustoz bog'bonlar, ilmiy xodimlarni tavsiyalariga rioya qilgan holda loyiha amalga oshirilayotgan hududni tabiiy iqlim sharoiti, suv resurslarining yaqinligi va yetarliligi, tuproq unumdorligi, zararkunanda va kasalliklarga qarshi qo'llanayotgan preparatlarni qancha miqdorda va qaysi vaqtda berish kerakligini oldindan rejalashtirib olish juda muhimdir. Bu bo'lajak hosil sifati va miqdoriga albatta ijobiy ta'sir qiladi. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish loyihalarini amalga oshirishdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki kabi nufuzli tashkilotlarni bog'dorchilik sohasidagi amalga oshirayotgan loyihalarda agro eksperti, Shvetsariyani tomchi loyihasida ekspert hamda Syngenta kompaniyasini O'zbekistondagi vakolatxonasini eksperti Usmonxo'jayev Erkinjon aka shu yo'nalishda o'zlarining tavsiyalarini beradilar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun savol bo'ldiki, bog' qurishda nimalarga e'tibor berish kerak deb savol berishdi. Ushbu savolga javob bitta. Birinchidan, bog' qurishdan oldin eng asosiysi marketing sohasini o'rganib chiqish kerak. Ya'ni shu mevani ekkanimdan keyin ertaga men uni kimga sotaman, necha puldan sotaman, qancha hajmda u mahsulotni sotishim mumkin. U mahsulotni agar sota olmay qolsam, demak uni saqlashim mumkinmi, qayta ishlashim mumkinmi, qancha muddatga va qanaqa qilib uni kimga sotaman. Mana shu joylarni sotishni o'rganish kerak birinchi navbatda. Ikkinchisi, bu geografik joylashuv o'rganish kerak. Bu degani yer maydoni qayerda joylashgan? Tog' oldida, yonbag'irda, qir yonbag'ir, tekislikda, daryo suvlar bo'yida, katta demak hovuzlar yoki bo'lmasam katta suv omborlari yaqinida yoki bo'lmasam cho'l zonasida qanaqa joyda joylashgan, uni dengiz sathidan balandligi, mana shu undan tashqari yer osti suvlarining harakati, mana buni o'rganish kerak. Undan keyin bog'i ekib olib turib suv qidirish kerak emas, suvni avval qidirish kerak. Shu bog'i quradigan bo'lsam, kelajakda qancha menga qaysi mavsumda suv kerak bo'ladi? Shu mavsumlarda yetarli suv qayerdan olaman? U suv bormi, yo'qmi? To'rtinchidan, tomchilab sug'orishsiz bog' qilmang. Tomchilab sug'orish bu majburiyat emas, u zarurat. Sizni hozir suv ichgingiz kelyaptimi? Tomchilab sug'orish bilan ham ekinlarni bir me'yorda hozir sug'orish mumkin. Tezlikda hamma yoq sug'orish mumkin. Ariqda buni iloji yo'q. Birinchisi bo'kadi, oxirgisi suv yetmaydi. Tomchilab sug'orish albatta bo'lishi kerak. Keyin navlarni o'rganib chiqish kerak. Shu nav, demak, men shu joyda xo'p, joyi o'rgandim, iqlimni o'rgandim. Shu joyda men buni yetishtirsam, iqlim sharoiti to'g'ri keladimi? Ya'ni bahorda do'l yog'ishi bor, bahorda sovuq kelishi bor. Ulardan omon qoladimi? Shu demak bu yerga to'g'ri keladimi? Payvantagini o'rganib chiqishimiz kerak. Payvantak bu tuproq demak strukturasiga bog'liq bo'lgan narsa. Tuproq strukturasiga qarab payvantag tanlashimiz kerak bo'ladi. Payvantag yana bitta ta'siri, kelajakda bog'i qaysi shaklda, qaysi balandlikda, qaysi strukturada o'stiraman. Shpalerda o'stiramanmi yoki bo'lmasam o'zini erkin o'stiraman. Mana shunaqa joylarga e'tibor berish kerak. Undan tashqari bog'i ekib olgandan keyin albatta suv, o'g'it, boshqa agrotexnikalarni himoyalarini o'z vaqtida bajarish shart. Agar u ishlarni bajarmasangiz, demak sifat borgan sari pastga tushib ketaveradi. Qanchalik siz o'z vaqtida bajarsangiz, demak hosilingiz sifati yuqoriroq, miqdori ham yuqoriroq, sizning foydangiz ham yuqoriroq bo'ladi. Bog' qilgandan keyin birdaniga foyda olish iloji yo'q. Demak 3 yil, 4 yilga yetadigan mablag' bo'lishi kerak. Mana shu joylarni demak e'tiborga olib bog'larni yaratish eng to'g'ri
vazifa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana boshqa nyuanslari ham bor, lekin ularni sekin-sekin amalga oshirish kerak. Eng asosiysi mutaxassis bilan avvaldan suhbatlashib, avvaldan demak bularni rejalab olish kerak. Shunchaki boshqa kasb egasi o'zicha buni ko'ra olmaydi. Albatta, malakali mutaxassisga rejani ko'rsatish kerak, biznes rejani o'sha hamma hozirgi aytgan qadamlarimni o'rganib chiqqan holatda bo'lishi kerak. Mana bu joylarni qilmasdan turib bog' qilsangiz bankrot bo'lasiz. Agar o'rganib chiqib to'g'ri qaror qilsangiz, kelajakda boy bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.